Andijon mashina bozoridan puli yengil 2021-yil Damas topib qo'ydim do'stlar. Damaslar narxi shunaqangi tushib ketyapti. Buni ko'ringlar. Yo'qsa bittadan laykni bosib, obuna bo'lishni ham unutmanglar. 2021-yil $2000 ga ushbu Damasni baraka qilarsalar bo'ladigan imkoniyatlari bor. 12 ballonlarda mashinamiz, salon holatlari. Malibu barlari bor ekan, bespravodniy zaryadchilar ishlaydi ekan, Pioneer Matfon punktlargacha bor ekan. Polilasda hamma narsasi bor. Mashinamizga tayyor propan gazlar ham o'rnatib qo'yilgan. Mashinamiz 240 ming yurgan. Olinishga tayyor. Kraskalari keladigan bo'lsa 3 ta joyda petnos bor ekan. Shu yerda bitta eshigida bitta stokasida petnos bor ekan. 3 ta joyda petnos bor. Strashni udar yo'q ekan. Bemalol ustalar tekshirib olaversa, suvay butun ekan. $2000 puli borgan nasiya savdo variantga chiqar ekan. Naqqa olaman deganlarga $4300 ga biz obunachilar beradigan bo'lyapti. Puli yengilmi, qimmatmi, kommentga обязательно yozib ketinglar. Mashinalar narxi shunaqangi tushib ketyapti do'stlar, ayniqsa Damaslar narxi 2021. Bunaqa narxlarga Damas topa olmaysizlar. Bosib olasizlar jigarlar, kommentda fikringizni qoldirib ketasizlar. Telefon nomeri har doimdek pastda bo'ladi.